Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımısınızlar? Yaxşımısınızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosetchi İftixor Abdurashid. Men riyosetchi Zumratay Erkin. Bugun çarşamba. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bolsun. Her yılı bir qatım çağırıldığan Dünya Fikir Erkinligi munbiri bu yıl 27 may günü Norvegiyaning Otoya aralida o'tkazilgan. Bu munbarni Otoya Xalqaro Fikir Erkinligi Komiteti va Pan Norvegiya qatorliq tashkilotlar birlashib o'tkazgan. Bu yilgi Dünya Fikir Erkinligi munbiridagi eng muhim tema dunyoning har qaysi joylaridagi fikr erkinligining tahdidga uchrashi, urush, sun'iy idrokning taraqqiy qilishidan kelib chiqqan andishalar, qutblashish va uchur kontrolligining kuchayishi degan temalar bo'lgan. Bu munbarga Dünya Uyg'ur Qurultayı Ayollar Komitetining mudiri va xalqaro ishlar direktori Zumratay Erkin taklif bilan qatnashgan. Zumratay Erkin bu munbarda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni tanishtirgan. Fikr erkinligi komiteti mudiri Kristen Einarsson dunyodagi kishilar, organlar va taratqular o'rtasidagi ishonch krizisiga duch kelmoqda. Bu ahvolda fikr erkinligi ishonchini asliga keltirish va demokratiyaning taraqqiyotini kuchaytirishning ochiqcha deb ta'kidlab, fikr erkinligining shaxslar bilan ommaviy va ijtimoiy organlar o'rtasidagi ishonch va oshkorlikning oldingi shart ekanligini, shundaqla dunyoning nurg'un joylarida erkin fikr bayon qilishga qarata diktatorlik, mustabidlik, insonlarning fikri, jismoniy huquqiga qarata tajovuzning kuchayotganligini tilga olib o'tgan. Zumratay Erkin nutqida vatanimizdagi irqiy qirg'inchilikning tarixiy arx ko'rinishini, o'zining balliq davridagi Sharq Turkistonda demokratiya, fikr erkinligi degan bir uqumning mavjud emasligini, bu uqumni faqat o'z ko'chman bo'lib chiqqan Kanadaga kelib andin bilganligini ta'kidlab, buning dal Kristen Einarsson o'tirib qo'ygandek, Xitoy hukumatining yurgizayotgani erkin fikr bayon qilish qarta yurgizilayotgan diktatorlik, mustabidlik va insonlarning fikri erkinligi, jismoniy hurligiga qarta tajovuzchilik deb aytgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining rasmiy tor hisobidan bergan xabarga asoslanganda 2024-yili 5-oyning 21-kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetida Tashqi ishlar ministrligining faoliyatlari, Amerika diplomatiyasi, dunyoviy qiyinchiliklar va Amerika Tashqi ishlar ministrligining 2025-yillik xamchut talabi qatorliq mazmunlarda doklad bergan. Shuning bilan bir vaqtda Blinken Amerika Kengash palata a'zolarining farqli temalardagi savollariga javob bergan. Bu yig'inda Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoy tahdidiga qarshi atrofli strategiyasini tuzib, majlisga elib kelishi va uni tezdan ijro qilish haqida Blinkenga chaqiriq qilingan. Amerika-Xitoy munosabatidagi yiriklik yaqinqi yillarda davomli avjiga chiqayotgan bo'lib, navbatda bu yiriklikning Amerikaning davlat manfaati uchun turli qiyinchilik va xatarlarni elib kelayotganligi Amerika Davlat Majlisining oldiga qo'yilgan eng muhim va jiddiy masalalardan ekanligi ma'lum. Bu sababdan Amerika Davlat Majlisi Amerika Kengash palata a'zosi Mitt Romney tanishtirgan davlat mudofaa huquq qonunini qabul qilgan edi. Bu qonunga asoslanganda Amerika Tashqi ishlar ministrligining qisqa vaqt ichida kun sari ishlayotgan Xitoy tahdidiga taqobil turish haqidagi strategiyasini tuzib, majlisga kelib kelishi talab qilingan edi. Davlat mudofaa huquq qonunining qabul qilinganligi uzun bo'lsa-mu, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoy tahdidiga taqobil turish haqidagi atrofli strategiyasini tuzib, majlisga kelib kelmagan. Bu sabab bilan Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetining yig'inida Mitt Romney Blinkenni tanqid qilgan va tezdan Xitoy tahdidiga taqobil turish haqidagi strategiyasini tuzib, majlisga kelib kelishini talab qilgan. Amerika Kengash palata a'zosi Mitt Romney Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetining yig'inida Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga mundaq degan: Xitoyning orzusi dunyoni boshqarish, harbiy, iqtisodiy, geosiyosiy jihatda dunyoni kontrol qilish. Xitoyning cho'ng strategiyasini unumli ishlatayotganligini ko'ryapmiz. Men tövende Xitoyning ijro qilayotgan taktikalarni so'zlab o'taman. Xitoy muhim kasblarni monopol qilyapti. Kunzu institutlar qurib, o'zining siyosatlarini tashviq qilyapti. Tor sistemasi va xalqliq ulaslalarimizga ziyon beryapti. Xalqaro tashkilotlardagi rahbarlik o'rniga kirib olib, ta'sirini kuchaytiryapti. Harbiy aslalarimizning atrofidagi terror yerlarni setib olish, dunyodagi asosli xom ashyolarni monopol qilish, Amerika shirkatlaridan texnik o'g'irlash ilib beryapti. Amerika va boshqa g'arb ellar o'rtasida ixtilof chiqaryapti. Şoňmen Amerika Tashqi ishlar ministrligining tezdan Xitoy tahdidiga taqobil turish haqidagi atrofli strategiyasini tuzib, majlisga elib kelishini talab qilaman. Amerika Kengash palatasining tashqi munosabatlar komitetiga yig'inda Antony Blinken Kengash palata a'zosi Mitt Romneyning talabiga inkos qaytarib, Xitoy tahdidiga qarshi atrofli strategiya tuzib chiqib, majlisga yo'llaydiganligini bildirib, mundaq degan: Oldi bilan sizning Xitoyning dunyodagi harbiy, iqtisodiy, diplomatik ustunligini yoki hukmronlik o'rnini qo'lga keltirish uchun qilayotgan ishlar haqidagi so'zlaringizga qo'shilaman. Shuning bilan birga sizning qilgan xizmatlaringizga rahmat aytaman.
Xitoy tehdidiga qarshi atrofli strategiya tuzib chiqib, majlisga yo'llashga kapolatlik qilaman. Amerika Kengash palatasi qarmog'idagi Tashqi ishlar komitetining asosli vazifasi Amerika hukumatining tashqi munosabat ishlariga doir qonunlarni ma'qullash hamda diplomatiya sohasini nazorat qilish hisoblanadi. 2022 yılı 5. ayının 24. günü köpleyen dağınıq axbarat vasıtlarının özara həmkarlışı bilen Şinjan saqçı hüccetleri aşkarlanıp, dünyada zor gulgullarının qozgılışığı sebepçi bolğan idi. Vətənimizdəki 2018 yılı zor tutqunğa ait bolğan bu hüccetler qancha minglığan beguna Uyg'urning suratları, adresleri, atalmış cinayet delilleri bilen tolğan bolğaşqa, öz vaqtida zor zilzil payda qılğan bu hüccetler Xitayning vətənimizdə elib beriyotgan irqi qirg'inchilik jinoyatlarining polatdek paketlardan bo'lib tanilgan edi. 2022 yılı Şinjan saqçı hüccetlerini tekshirish va oshkorlash qatnashgan Germaniyaning CDF televiziya kanali mazkur hüccetler e'lon qilinganligining 2 yillik munosabati bilan yaqinda vatanimizga qarata maxsus ziyorat uyushtirib, Urumchi, Tekes qatorliq rayonlarda tekshirish ilib borgan. 24 maydan e'tiboran ular CDF televiziya kanalida saqçı hüccetleri oshkorlanib 2 yildan keyin Xitoy Uyg'urlarni qandoq bostiryotidu, Beijingning musulmonlarga qarta bostirishlar davomlashmoqda, Xitoyda Uyg'urlar hozirmi bostirilmoqda degandek temalardagi sin filmlarni orqa-orqadan e'lon qilishga boshladi. Xitoy hukumati o'zlarining vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini pardozlash va yoshirish uchun Güzel Şinjan obrazını yaratish va Güzel Şinjanga sayohat jalb qilish qatorliq ta'tir tashviqot yo'lida zo'r energiya sarf qilayotgan bir mezgilda e'lon qilingan bu filmlarda Sharq Turkistondagi yuksak nazorat sistemlarining hilmi mavjudligi, jazo lagerlarining tamoman taqalmaganligi yoki turmalarga o'zgartirilganligi ilgari surilgan edi. Ammo CDFning muxbirlari jonliq bir lager shoydini ziyorat qilish maqsadiga yetolmagan. Ular Urumchida aeroplandan tushgandan tortib toki tekisdagi cho'ng turmalar va lagerlarning suratlarini sing'alg'icha Urumchiga qaytib, u yerdan Qozog'istonning Olmuti shahriga uchquchi bo'lgan butun jarayonda Xitoy saqchilar va payloqchi mashinalarining nazoratidan ayrila olmagan. CDFning muxbirlari garchi vatanimizda biror lager shoydini ziyorat qilish maqsadiga yetolmagan bo'lsa-mu, saqchi hujjatlar oshkorlanib 2 yildan keyingi bugungi kunda Uyg'urlarning hayotida biror ijobiy o'zgarishning ro'yobga chiqqanligini ko'rolmagan hamda ko'rgan cheklik realliklardan Beijingning Uyg'ur musulmonlariga qarta bostirishlari hilmi davomlashmoqda ekan degan xulosaga kelishgan. Muxbirlar jazo lagerlariga doir ba'zi paketlarga Olmaotada erishgan. Ular Olmaotada 2017 yili jazo lagerida qo'sqidagi bovoqni majburiy tushirib etish jazosiga uchirgan, qattiq sovuqda qipyalangan holda 25 minut turbi bilan chechilgan muzdek suvga tutilgan, oxiri tug'mas qilib etilgan lager shoidi Rayma Senbayni ziyorat qilgan. Rayma Senbay Qozog'iston fuqarosi bo'lsa-mu, WhatsApp ishlatganlik uchun tutilib, 1 yildan ortiq lagerda yotgan. Muxbirlar yana bir o'g'li vatanimizga savdo uchun borganda, Ili daryosining rasman tarqalliq uchunla Qozog'istonga josuslik qilgan degan tuhmat bilan 20 yillik kesib etilgan Qozog'istonlik ana Kurman Aliyevaning dard alamlarini anglash fursatiga erishgan. Ular Olmaotadagi Xitoy konsulining oldida Xitoy turmusidagi farzandlarining erkinlik uchun har kun namoyish qilayotgan qozoqlarning yurak so'zlarini xotirlagan. CDF kanalining oltin vaqti tarqatilgan bu programmalarning millionlagan germanlarga ta'sir ko'rsatganligini tilga olgan Qurultoy Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurban apandi bu filmlarga yuqori baho berdi. Uning qarashicha, bu programmalar Xitoyning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'q chiqarish, unutuldirish yo'lida ko'rsatgan tirishchanliklari uchun bir zarba bo'lgan. Hürmetli görürmenler, tövene diqtanlarga günlük xabarlar programımızdan tafsilatını sunduk. Keyin qitimliq saatımızgacha görüşkicha aman bo'laysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Jungle.